bomdodga uyg'otmasa, turing, qo'shiling, boring jamoatga. Hamma rijollar jamoatga qarab chiqib ketyapti. Siz nima qilib o'tiribsiz bu yoqda? Biz uyda o'qiymiz, siz boring jamoatga chiqing deb chiqarib yuborganlar haqiqiy baxtli, u solihasiga uylanyapti. Bunaqasini qadriga yetish kerak. Bomdodga chiqarib yuborayotgan xotinni mahkam ushlash kerak. Chiroyli bo'lmasa ham, qo'li shirin bo'lmasa ham, u inshaalloh jannatga olib ketadi u. Allohga shu bomdodga uyg'otish yoqib qolgan bo'lsa, o'sha sababli ham kirib ketib qolaveradi jannatga. O'shaning uchun shunaqa ayolga kim ega bo'lgan bo'lsa, u eng solihasiga, eng yaxshisiga ega bo'ladi. Chiroyli bo'lsa, ko'zlarini qamashtirsa, ertalab tursangiz, uxlab yotsa, turg'izsangiz ham turmasa, endi u yaxshi emas-da. O'shaning uchun hamma tarafini olib chiroylisi ham kerak endi. Hammasini qo'shib jamlaganda payg'ambar alayhisalom aytganlaridek, "Fazfaz bizatiddin tarbiyatak." Diyonatlisin tanla, bo'lmasa qo'lingni turpoq to'rasan dedi. Xullas dunyo hayoti bizni aldab qo'ymaslik kerak. Xulosa shu.